Amudaryoni To'rtko'l tumani qismidan o'tgan joydamiz va mana shu chap tarafda bir paytlar katta shahar bo'lgan. Petro-Aleksandrovskiy shahri deyiladi. Bu shahar nima maqsadda qurilgan? O'sha paytda 1873-yilgi Xiva xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi jangdan keyin Xiva xoni bilan shartnoma tuziladi, Gandamiyon shartnomasi, va o'sha yerda Xiva xoni taslim bo'ladi va o'zini Amudaryodan chap tomonda bo'lgan chap qirg'og'ida, ya'ni bu taraf o'ng qirg'og'i bo'lsa, bu taraf chap qirg'og'ini Rus imperiyasiga topshiradi va mana shu qismda Xorazmni nazorat qilish maqsadida shahar qad rostlaydi. O'sha Rus imperiyasiga qarashli bo'lgan shahar Petro-Aleksandrovskiy hozirgi To'rtko'l shahrini dastlabki qismlari desak ham bo'ladi. Mana shu shahar keyinchalik 2-3 marta suv bosishi natijasida o'zini o'rnini o'zgartiradi. Dastlab To'rtko'l shahri poytaxt ham bo'lgan Qoraqalpog'istonni, lekin o'sha suv Amudaryo o'zani oshishi natijasida bir necha marotaba suv bosadi shaharni va shahar o'z o'rnini hozirgi To'rtko'l shahri joylashgan tarafga o'zgartiradi. Hattoki o'sha To'rtko'l magistrali, Beruniy, Qoraqalpog'iston, Nukus va Urganchga ketadigan magistral aslini olganda dastlab damba vazifasini bajargan. Obvodnaya ko'chasi, o'sha ko'cha damba vazifasini bajargan. Mana shunaqa tarixi bor To'rtko'l shahrini, To'rtko'l tumanini. Va o'ng tarafimizda yana aytib o'tganimdek Xorazm viloyati hududlari, Xonqa tumani, chap tarafda esa To'rtko'l tumani hududlari joylashgan. Bu esa o'sha mashhur Jayxun Amudaryo daryosi va biz o'sha mashhur qo'shiqni yana bir marta sizga qo'yib beramiz. Hayda yursam sovun tiranar, hayda yursam sovun tiranar, ona yurtum kamonlari, ona yurtum kamonlari, hayolimda shahar shahar esar Jayxun shamollari.